Kardiomagnil qonni suyultirmaydi. To'g'ri eshitdingiz. Kardiomagnil, trombopol, trombaz, umuman shunga o'xshash dorilar aslida qon suyultiruvchi dorilar emas. Tibbiyotda ularni asosan qon tomirlari ichida tromb hosil bo'lishini oldini olish maqsadida beriladi. Tasavvur qiling, suv quvurini loyqalab cho'kib, suv oqimini sekinlashib qolishini. Xuddi shunaqa qon tomirlarini ichida ham xolesterinli cho'kmalar, ya'ni blyashkalar paydo bo'lganda va aynan shu blyashkani ustida tromb hosil bo'lishini oldini olish maqsadida bu dorilar beriladi. Bu ham qat'iy shifokor ko'rsatmasiga asosan ma'lum bir tekshiruvlardan keyin. Bu dorilarni aslida ichganingizda sizdagi simptomlar kamaymaydi. Ya'ni siz bu dorilarni hech qanaqa effektini sezmaysiz. Yoki hech qanaqasiga 40 yoshdan keyin profilaktik maqsadda bu dorilarni ichib yurish kerak degan gap yo'q. Qon bosimini, tanadagi uvishlarni bu dorilarni ichish yordamida kamaytirish mumkin emas. Shuning uchun shifokor tavsiyasiga asoslanmasdan o'zizcha bu dorilarni qabul qilmang. Shunga o'xshash qiziqarli videolarni o'qib olmaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.